Rossiyaga kelayotganlar uchun muhim eslatma. Ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar. Foydali bo'lsa, like tugmachasini bosib, Rossiyaga endi kelayotgan do'stlarga ulashib qo'yinglar. Demak, kim Rossiyaga kelayotgan bo'lsa, endilikda rus tili imtihoni sertifikati bo'lmasa, imtihondan o'tganlik to'g'risida ushbu imtihonga tayyor bo'lib kelishga harakat qilinglar. Chunki bundan buyog'iga imtihondan o'ta olmasangiz, 3 oydan keyin kirdi chiqdi qilib, keyin yana imtihonga topshirib, doktordan o'tib, hujjat qilib patent ola olmaysiz. Shu narsani juda ham qattiq qaranglar. Borgan sari Rossiyada qonun qoidalar migrantlarga nisbatan murakkablashib boryapti va shu o'rinda boshidan aytadigan bo'lsam sizlarga, Rossiya chegarasiga kirib kelgan paytlaringizda aniq migratsion kartada rabotadagi частный сел vizitni qaysi maqsadda kelayotgan bo'lsangiz, shu narsani ko'rsatib o'tinglar. Keyinchalik keliboq darhol 15 kun ichida propiska registratsiyaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. 15 kun davomida esa siz birinchi o'rinda imtihonni topshirishga harakat qilinglar va 1 oy davomida imtihondan o'tishga va doktor qog'ozini olishga, ya'ni medkomissiyadan o'tinglar. Doktor qog'ozini olishlaringiz kerak bo'ladi, o'sha yashil medkomissiya zaключениясini. Agar medkomissiyani olmasangiz, 1 oydan keyin kirdi chiqdi qilganingizdan keyin siz yana jarimaga tortilasiz. Medkomissiya, misol uchun keldingiz, 2-3 martalab qayta imtihon topshiryapsiz, 1 oydan o'tib ketyapti. Shu vaqt davomida siz faqat imtihonga vaqt ajratdingizda doktordan o'tmay qo'ydingiz. Yani medkomissiyadan. Shu sababli ham bir kirdi chiqdi qilib kelasiz po-любому, yo bo'lmasa 10 ming rubl jarima soladi sizga va kirdi chiqdi qilmasdan, chegara borib kelmasdan turib, 1 oydan o'tgan bo'lsa ham podacha qilib bilasiz, dokument topshirib bilasiz. Agar sizlarga sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. 1 oy davomidan o'tib ketadigan bo'lsa, masalan 2, 3, 4, 5 martalab ekzamindan topshiryapsiz. Shu Rossiyaga kirib kelgan kuningizdan boshlab 1 oy ichida imtihon doktordan o'tinglar, doktor qog'ozini olib qo'yinglar. Imtihondan keyin yana dal qayta topshiraverasizlar, o'ta olmayotgan bo'lsangizlar. Chunki erta kirdi chiqdi qilib kelgan paytlaringiz ham 1 oydan o'tgandan keyin imtihondan o'tsangizlar, misol uchun 45 kundami, 2 oydan imtihondan o'tsangizlarda, lekin doktor qog'ozini olmagan bo'lsangizlar, chegaraga kirdi chiqdi qilib kelgandan keyin sizni jarimaga tortishi mumkin. Shuning uchun jarimadan jarima solinmasligi uchun sizga bayonnoma tuzmasligi uchun siz o'sha 1 oy davomida Rossiyaga kirib kelganingizda doktordan o'tib qo'yinglar. O'ylaymanki, uni ham tushuntirishga harakat qildim. Tushundingizlar degan umiddaman. Yoki bo'lmasam siz rus tili imtihonidan o'tishga 100% uverin bo'lmasangiz, birinchi o'rinda частный yozib keling. Частный yozib kelganingizda ham обязательно doktordan o'ting 1 oy davomida, keyin esa imtihonlarni yana dalch topshiraverasiz, necha martaga o'tsangiz. Prosta aytmoqchi bo'lganim sababi shuki, jarimani chetlab o'tish desa ham bo'ladi. Bu narsani o'sha organ xodimlaridan ham eshitdik. Yo'lda yurimiz-ku, постоянно kirdi chiqdi qilib, отделениyaga olib ketgan paytlari ham shu murakkab bir savolda berdik. Mana fuqarolar kelyapti, inostraniy, chet el fuqarolari imtihonlarni bir marta topshira olmayapti yoki bo'lmasam imtihonga kirishda o'zi ochrit bo'lib, navbat bilan 1 oydan o'tib ketyapti. 2 marta imtihon topshirish, 3 marta imtihon topshirishni o'zi va sertifikat olish ham ba'zida cho'zilib ketyapti. O'tgan shunaqa voqealar ko'p bo'ldi. Shu sababli jarimaga tushib qolyapti. Xohlasa, xohlamasa deganimda, agar imtihondan topshirish 100% ishonch hosil bo'lmasa, частный yozib kelsin, doktordan o'tsin 1 oy ichida. Keyin shu yana shu vaqt orasida imtihonga ham kirib yuraveradi. Bu o'sha kirdi chiqdi qilgan paytingiz birinchi o'rinda yo'lda ham rasxodni bilasizlar. Yo'l kirash, ya'ni shofyorga beradigan puldan tashqari 1 oydan o'tib ketsa, yo'llarda ham rasxodsiz bo'lib qoladi. Shu narsani ham oldini oladi. Agar o'sha ekzamen qog'ozi bo'lmasdan частный yozib kelib, o'sha imtihonni qog'ozini olguncha vaqt davomida jarimaga tushmasligingiz uchun. Endi savol tug'ilishi ham mumkin. Частный yozib kelib ishlashga ruxsat yo'q-ku deb. Rabota yozib kelib ham sizni patent olganingizgacha ishlashga haqqingiz yo'q atak. Qachon qo'lingizga patentni olganingizdan keyin
so'ng ishlashga haqqingiz bor. Bunisi ham bunisi ham to'g'ri keladi. Shular siz ishlashga haqqingiz yo'qligi to'g'risida. Buni iloji yo'q. Hech bo'lmasa mana shu ko'chalarda yurganda ham nima bo'lib qolishi mumkin. O'sha propiskangiz borligi yoki bo'lmasam bir oydan o'tib ketgan bo'lsa ham chasni yozganligingiz sizni o'sha jarimaga tortishidan ozod qilishi mumkin. Shu sababli hammaga shu videoni tarqatib qo'yinglar. Keyinchalik yana bir narsa, hozir muhim dolzarb bo'layotgan narsa, yo'lda kelayotganlaringizda, poyezdda kelayotganlar bo'ladimi, mashinada kelayotganlar bo'ladimi, oldingi o'tgan 25-yilda ishlagan patentlaringizni olib kelinglar, o'zlaringiz bilan. Zeleniy karta bir xil ko'pchilik e'tibor beryapmiz. Zeleniy karta, ya'ni barmoq izlarini topshirganda daktiloskopiyadan o'tganda 2,5 mikro bo'lib to'lanadi. Zeleniy karta beriladi. 10 yil muddatga beriladi. Shu narsani nima deydi? Nima kerak? O'zbekistonga uyga tashab keldim. U hujjat Rossiyada yurishingiz uchun, O'zbekistonga tashab qo'yishingiz uchun emas. Mana shu narsaga ham e'tibor beringlar. Yo'llarda mana shu narsa uchun ham ichki ishlar xodimi, GAI xodimi bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, sizlarni to'xtatib, jarima solib, vaqtlaringizni olib, delga olib borib, har xil shunaqa noxush vaqtlaringizni olishiga sabab, asos bo'lishi mumkin. Kira mashinada kelayotganlar ayniqsa zeleniy karta so'rashda hozir juda ham ko'p bo'lyapti. Poyezdda kelganlarni ko'ryapsizlar. Poyezdda ham bitini chiqarib, o'sha birinchi shu poyezddan tushib vokzalga kirganingiz o'zida politsiya xodimlari, FMS xodimlari, FSB xodimlari, xullas suhbatdan o'tasiz, keyin vokzaldan chiqasiz. Oldingidek tapur-tupur vokzal poyezddan tushib, vokzalda chiqib mashinaga minib ketish yo'q. Hozir juda ham murakkab vaqt bo'lyapti. Qonunlarni murakkablashganligi va oldingi qonunlar ham bor edi, faqat qaysidir qonunlarga yengil qaralganda, hozir prinsipialni hammasiga to'liq qarab, o'sha ushbu migrantlarni, ya'ni bizning chet el fuqarolarini Rossiyada bo'lib turgan har bir qadami faoliyati haqida xabar topishga va ushbu harakatlarni hammasini yozib olishga harakat qilyapti. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda yaxshi xabarlar bilan, yaxshi yangiliklar bilan ko'rishaylik. Eslaringizdan chiqarmanglar. Eng muhim narsa, yo'llarda kelayotganingizda O'zbekistondan patent, zeleniy kartalaringizni, chek-beklaringizni olib kelinglar. O'zi bunday qog'oz bo'ladi-da. 100 gram chiqadimi, yo'qmi, og'irligi yo'q. Buklanib ketsin mayli. Olib keling o'zingiz bilan. Noqulay bo'lsa ham bu o'zingizga foyda bo'ladi-da. Chunki hozirgi vaqtda Volsk vokzaldan tushib, to'g'ri spespriyomnikka Joltidomga ketish holatlari ham bo'lyapti. Deyarli har poyezdda bo'lyapti. Kuni kecha ham bo'ldi, undan oldingi kunlar ham bo'ldi. O'sha poyezddan tushyapti, FMS xodimlari tekshiryapti, patenti borlarni, zeleniy kartasi borlarni alohida qo'yyapti, kompyuterga solib ko'ryapti. Keyin o'tkazyapti-da, suhbatdan o'tib, keyin vokzaldan chiqyapsiz. Agar ushbu hujjatlaringiz bo'lmasa, sizni mabodo prosto ushlab turadi. To bazadan tekshirguncha bu alohida kabinetda amalga oshiriladi. Agar siz haqiqatan ham o'tgan yil qaysidir vaqt oralig'ida Rossiya qonunchiligini buzib yurgan bo'lsangiz, jarimaga tortilasiz. O'sha jarimani shu joyini o'zida to'laysiz, keyin qo'lingizga pasportingizni berib vokzaldan chiqarib yuboradi. Mana shu narsalarga juda ham qattiq e'tiborli bo'linglar do'stlar. Ushbu videolar foydali bo'ldi. Belgilab qo'ying, kommentariyada yozib qo'ying. Rossiyada o'zi borgan sari qanchalik qiyinlashib boryapti. Mehnat qilishimiz, ishlashimiz, soliqlarning ko'payishi, tekshirishlarning ko'payishi. Mana shu narsa haqida fikrlaringizni yozib qo'yinglar yerinmasdan. Xayr, salomat bo'linglar. Yaxshi videolarda ko'rishguncha.